Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Pensionerlar darhol xabardor bo'ling. 1-iyundan pensionerlarga majburiy bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Endilikda pensiyadan kredit ushlab qolinsa ham fuqaroning qo'lida kamida yashash uchun yetarli pul qoldirilishi majburiy bo'ladi. Oxirgi paytlarda ayrim holatlarda pensiyadan kredit to'lovlari ushlab qolingandan keyin odamlar qo'lida juda kam pul qolayotganligi sababli bu masalaga cheklovlar kiritilyapti. Yangi tartibga ko'ra endilikda pensiyadan kredit ushlab qolingan taqdirda ham fuqaroning qo'liga tushadigan pul eng kam iste'mol xarajatlardan kam bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi, ya'ni pensiyani to'liq kreditga yechib olish amaliyoti cheklanadi. Buning mazmuni shundaki, kredit bo'lsa ham inson qo'lida kamida kundalik yashash uchun mablag' qoldirilish majburiy qilinadi. Qonun loyihasi Senatga yuborildi deyiladi xabarda.